Hurmatli bizani kuzatuvchilar, attiga 150 ming so'mga 10 ta odamni xursand qilsangiz bo'ladi. Ya'ni oldimizda hayit turibdi mana. Hayit oldi bizadan mahsulot olib, ya'ni sochiqlarimizdan kilo narxi attiga 85 ming so'mdan. Mana shu sochig'imiz razmeri 50-90 100 sochiq. Aisha brendiniki. Hurmatli xaridorlar, mana bir donasi attiga 15 ming so'm chiqyapti. Mana shundan 10 ta olib, 10 ta yaqiningizni xursand qilsangiz, qanaqangi mazza qilasiz, to'g'rimi? 150 ming so'mga 10 ta odam xursand qilsa bo'ladimi? Va mana sochini qarang. Даже mana bunaqa iladiganlari bilan tayyor ekan mana. Bir donasi 17 ming so'm chiqyapti. Sifatini ko'ryapsizmi? Yaqinroqdan ko'rsating. Sifat вообще super. Maslaga shu bahona bitta fishkani aytib ketaman. Hurmatli xaridorlar, даже sochiqlarni olib bizadan keyin mana shunaqangi bantiklar yasab, ya'ni ideya o'zingizlardan ideya yaratib, chiroyli qilib mana bunaqa podarочный qilib, ustiga paketlar kiydirib sotsanglar, yana ham daromad qilishingiz oson bo'ladi. Masalan, mana shu sochig'imiz bir donasi 35 ming so'm. Siz buni paket bilan bantiklaganingizdan keyin 50 ming, 55 mingdan sotsangiz bo'ladi o'sha. Xo'p, bu yog'iga yana bizda qizlaringlarni sarpasiga solsanglar bo'ladigan mana bani sochiqlarimiz bor. Вообще sifatlari super. Kilo narxi atiga 85 ming so'mdan bir donasi 33 ming so'm chiqyapti. 33 ming 600 so'm. 33 mingga bani, yana turetskiy fasonda. Hurmatli xaridorlar, mana buni qarang. Endi qudalarga qiladigan sochiq ekanda. Bu вообще. Yana bizda mana даже uylarda ehson qilganinglarda, kimgadir sovg'a qilmoqchi bo'lsanglar, berishga juda ham yaxshi 100 sochiq. Bir donasi 11 ming so'mdan chiqyapti. Rasvetkalari juda ham ko'p. Mana даже o'zim ham uyimda ishlataman bu sochiqdan. Sushimiz ham вообще zo'r. Yana mehmon kuzatishga mana bunaqa salfetkachalarimiz bor. Dasturxonni ustiga qo'yishga chiroyli qilib, har xil rasvetkalaridan. 3 tasi 9600 so'm, ya'ni 3200 so'mdan to'g'ri kelyapti, hurmatli xaridorlar. Bu anu bozordagi arzonchi sintetika sochiqlardan emas. 100% paxta hibi. Va mana bunaqa oshxona sochiqlarimiz, ya'ni qo'l sochi oshxona sochiqlarimiz bor. Вообще sifatlari zo'r. Buni ham bir dona narxi 5400 so'mdan chiqyapti. Bizda nafaqat sochiqlar, ba'zi даже bizdan mana bunaqa pokrivallarni ham topsanglar bo'ladi. Pokrivallarni ko'rsatib bering. Mana 2 kishilik pokrivalimiz kilo narxi atiga 85 ming so'mdan. Ranglarini вообще mana qaynotingizga, qaynonangizga parlab podarka qilsangiz bo'ladi, kelin poshilar. Mana hayit oldi. Men bilan ranglarini ko'rsating yaqinroqdan. 1 kishilik, 2 kishilik pokrivallarni arzon narxlarda topsanglar bo'ladi juda ham. Kilo narxlari atiga 85 ming so'mdan. 100 sochiq, oshxona sochiq, bani sochiq ob'yomda bor. Va sizlarga bitta zo'r yangilik aytib ketaman. Mana qizinglarning sarpasiga yoki uylarda biron bir tadbir o'tkazyapsizlar, sizlarga kamroq assortimentda sochiq kerak. Eng kami 10 kilo sochiqni biz dastavka qilib beramiz. Bu atiga 850 ming so'm bo'ladi. 10 kilo sochiqning ichida endi tasavvur qiling, 150 ming so'mga 10 ta kelyapti. O'zingiz bu yog'ini matematika bo'lsangiz, ko'paytirib 10 kilo sochiqda nechta kelishini shunda kommentariyada yozib keting, hurmatli xaridor. Bizda va yana mana bu sochiqlarni ko'rsatmasak endi bo'lmaydi. Mana bularning qalinligini qaranglar, plotnostini qaranglar. Mana buni ranglarini qaranglar. Вообще mana buni qarang. Bir-biridan go'zal sochiqlar. Mana shunaqangi har xil rangda qilib, bizani qizlarimizni chiroyli qilib assortiment qilib yig'ib beradi, hurmatli xaridorlar. Bular hammasi bani sochiqlar, sauna sochiqlar, bani xalatlar. Даже bizdan mana bunaqa salfetkalarni ham topsanglar bo'ladi. Donasi atiga 8 so'mdan chiqyapti, hurmatli xaridorlar. Kilo narxi 65 ming so'mdan. Mana rasvetkalarni ko'rsating. Shunaqa qilib Telegram kanalga o'tib olamiz, Instagramga podpisatsiya bo'lib olamiz. Kilo Optim Exportdan faqat arzon sifatli mahsulotlarni topsanglar bo'ladi.